Diqqat! Endi ishsizlarga pul beriladi. Hokim yordamchisi tavsiyasi bilan ishsiz fuqarolarga subsidiya ajratish tashabbusi amalga oshirilmoqda. Bu tashabbus orqali ular o'z tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun zarur asbob-uskuna xaridiga mo'ljallangan moliyaviy ko'mak olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bugundan onlayn mahalla platformasi orqali ishsiz fuqarolar subsidiya va sudga ariza topshirishlari mumkin bo'ladi. Bunda subsidiya qaytarib bermaslik sharti bilan taqdim etiladigan foizsiz moliyaviy ko'mak va sudda qaytarib berish shartlari bilan taqdim etiladigan foizsiz moliyaviy ko'mak. Bu yangilik nafaqat ishsizlik muammosiga qarshi kurashishda, balki yangi ish imkoniyatlarini yaratish va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda ham muhim qadam hisoblanadi. Ushbu xabarni aynan ishsiz yurgan tanishlaringizga yuborib, xursand qilib qo'yishni unutmang. Zero bugungi harakat ertangi yaxshi natijaga sabab bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.